Atras stoykasi vaqt o'tishi bilan o'zgaradimi degan savol bizga kelibdi. Xo'p, bu narsani men ikkita bo'limga bo'lgan bo'lardim. Ya'ni savol nimadan iborat bilmadim-ku, lekin bu yerda moy o'zini gapirib berish mumkin. Moy o'zgarib borishini stoykasini va undan keyin atras tayyor holatini aytib berish mumkin. Ya'ni polniy spirt va parfyum vodalari bilan aralashib bo'lgandan keyin. Bu yerda moy o'zini aytib beradigan bo'lsak, ham o'zgarishi mumkin va o'zgaradi ham, chunki bu hammasi baribir kimik element bo'ladi. Ya'ni moy kompaniyada endi chiqqandan keyin bu svejiy holatida keladi va vaqt o'tishi bilan misol uchun u o'zgarib boradi. Uni rangi o'zgarishi mumkin. Uni turib berish vaqtlari o'zgaradi ham. Shuning uchun oddiy bitta misolni keltira olaman buni. Ba'zi bir klientlarimizda yarim yil oldin qanaqadir hitni olgandan keyin vaqt o'tgach bizning yangi partiyamizdan hitni oladigan bo'lsa, buni stoykasiga kamroq deb ba'zi payt gapirishadi. Stoykasiga kamroq bo'lishi vaqtinchasiga bu tabiiy. Nimaga? Chunki moy svejiy bo'lgan holatida keldi. Rangi ham ochroq bo'ladi, hidi ham ozgina farqi berishi mumkin. Bu kompaniya o'zining standartini o'zgartirgani uchun emas, boshqa bir kompaniyalarni qo'shmagani uchun emas. Bu faqatgina moy svejiy bo'lgan holatda kelgani uchun. Va yana bitta narsa, moy misol uchun o'zining komponentlari birlashib olishi makseratsiya deb aytiladi. Bundan keyin ikkinchi reelsimizni kutinglar, endi atir o'zgarishini tushuntirib beraman.